Bo'ldi, xudo xolisa ko'rsatib beramiz. Ko'pchilik obunachilarimiz tomonidan vaguri taomini qanaqa tayyorlaysiz degan savollar bo'lyapti. Bugun sizlar uchun tayyorlab ko'rsatamiz. Hikmatilla qo'yapki. Mana. Oshing halol bo'lsa, ko'chada ye deyishgan. Mana jaydari go'shtlarimiz mana biz faqat shunaqa go'shtdan ishlatamiz. O'shaning uchun zalli o'rtasida bo'lsa ko'rsatib turamiz. Bos Hikmat. Mana qo'zilarimiz ham qozonga tushishga tayyor bo'ldi. Bunga faqatgina tuz o'zi yetadi. Bismillah. Go'shtlarimiz tayyor bo'lguncha dumbalansa keyin eritib turaveraman. Hikmat ham bugun ancha ish qilardi o'zi. Dumbalarimiz ham jonon bo'lyapti-yu. Fayzimizni bersin. Vagurilarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni yeb ko'rsatamiz. Bismillah. Vaguri taomimizni tatib ko'rishingizni tavsiya etamiz. Hammalarni Rayhon milliy taomlarida kutib qolamiz.